Salomlar bugün bir yan zafarchik Nur Ale va Umarning Nurda hammaga salom desa obuna va layklar bo'linglar. Sizlar yomon poddeshi qilganlaring olmuşlarga bir qadam qoldi. Iltimos do'stlar, Al ishonsam ham 59 obunachimiz. Ha, bilaman. Bolalar sizlardan juda rahmat. lekin olmishda bo'lsak lekin do'stlar. Yangi video ko'p chiqadi. To'g'ri, ancha video yo'qman. Chunki video olishga g'oya yo'qda. Iltimos kommentariyga yozaveringlar. Qo'yib yozinglar. Bo'lmasa video davom etadi. Mana yerga sandiq tashqariga sandiq qo'ydim. O'ngga barcha dam stolna. Do'stlar, bitta narsani aytib qo'yay. Videoni to'xtatib qolamiz-da. Ha, doim bilasiz. Borganmiz. Do'stlar, nedir ketdik. Blizlarning oldiga borgandan keyin videoni boshlaymiz. Va mana blizlar oldiga keldik. Hozirgina olovli tayoq anavs etdik. Mana Uch minut bor hol. Zafar o'sha o'laman. nima o'tiraman. Men urib bo'lmasa, Nechta joning? tuyla. Ovqatim ham yo'q. Ovqatim ham bor. Umar men seni aytdim. Meni ovqatim o'xshada. Mayli, endi videoni to'xtatib turamiz. Endi chunki Nur olov tayoq chiqarib nima qilganini oldin aytamiz, mayli. Bizlarning oltin blogimiz bor edi. Oldi Yo'q. tayyorsan. Men qo'shib qo'ydim. Buni olib tashlayman. Do'stlar, obuna va like bosinglar. Hech qachon bormaymiz. Endi konteynerdan bir qo'shib qo'yay, istalab ketadi. Eshik yopibmi? Deralarni yopib. Ana ikkinchi qavatga konteyner qo'yish kerak. Ikkinchi qavat qo'y. Kimlar edsan bo'layotgancha? Nimaga? Ha böyle. Sandiqda. Ikkita konteyner qo'yilgan. Sizlarga men yaxshi xabarim bor. Biz ko'p danalar tayyorladik. Yana hozir bitta dana tayyorladim. Kerak. Qum mencha kerak yo'q. Biroq ular ana buni shirqolaydi. Mayli, qum olib kelishga eritish kerak. Bo'limi eng tayyor. Va yan to'xtan video. Ikkitani qizg'oshizm videoni bitirdim. Mana video eng to'xtat. Yana gehson tabog'imizda bor. Gehson yo'q.
Tamam başlayalım. Anneme gideyim, öldüreyim. Yamayla seni yapacağım peki. Blok kredi. Blok kredi de Blok. Olamaz. agar o'chirib o'rganlaring bo'lsa o'shani to'xtashlarni bo'ladi. Va bu narsalar endi PvP qilgan joyimiz yana PvP qilaman. Men hozir endi o'sha videoni to'xtatib tashlaman. Mana ko'z qorin terayotgan paytim nega ko'z qorin desangiz va biz hozir ko'rmaslik lomasini yasamoqchimiz va xayr. Yana videoni keyin boshlayman. Safar xatga qo'ying. Wow, bunlar mana bu niksiondan bittasini olamiz. Ovqat mamasini mana qo'yib hal qildim. Va bu narsalar mana shunchaki bo'yi chiqib kirdi. Chunki do'stlar shunday qurish kerak. Hozircha biz nechta downtayimiz 1 2 3 4 ta. Bachalar Mana hozir 5-damman. men dalaga qaytib kiraverdim. Men bechara. Mana bu Bizda fermer halida 5-damman ham tayyorladik do'stlar. Ismini undan ko'ra fermer qo'y. Fermer? Rassan olas. Yo'q. ya'ni bu deganim bir hafif turinglar deb qo'yaman. Mana bu inson hayot bizni inson hayot degan damni umrga yalmog'izdan chiqqan. U aniq aytaman. Oltita u damlarimiz 6 bo'ldi va u narsalar Mana shu video mana shu yerga ko'rganimda 3 raqam bo'ldi. meni videoni to'xtama bu narsalar. Va bu narsalarni Men senlarga sovg'a bo'lgan bechara. Böyle demanglar. Iltimos obunachilar aytinglar demaysiz. Mening obunachilar ko'mir anani yerishini kutib o'tiraman. Qumni. Va nihoyat tayyor bo'ldi. Ana do'stlar, sizlarga rahmat. Sog'lik shu bo'l. Kechga grilling. O'zi grilligini kelib o'tirganda. Endi yer tosh kuchini aniqlading-da. Yo'q, sen yer tortish kuchi emas, Minecraft tortish kuchini aniqlading. Mana qara. Men sakrayapman. Mana yerni qanday to'tishyapman. Va endi va 7-damimizni ham tayyorlaymiz. Eng qiyin damimiz esa oltin sehrlangan olma. Lekin bizda tayyorlaymiz. Savollar.
Menga uyning so'l taqrimga o'tib oldim. Va olma. Ay yerini boşla. Va obunachilar, Короче, menda bitta o'g'lim. 7-chi damani ham tayyorladik. Ay, olmam bu sanoq solmay, bunga damlash bo'ladi. Va xayr. Va videoni to'xtatamiz. Va obunachilar, men bitta damla tayyorlash izimga kelib qoldi. Kuchsizlik damlasi. To'g'ri, kuchsizlik qanday tayyorlanardi? Ha, esimga tushdi. Qulti qo'rin terim bir nizirda bor, bo'lmay, kim teraman? U uchun avval kuch reaksiya chiqaringdan, yo'q reaksiya. Va to'g'ri har sekund to'rt raqamni yozib keting. Men shuni shirach ketaman. soatdan 4 minut o'tibdi. To'xta. Yurumchagan ekanki boshqa chiqish kerak edi. Do'stlar, короче. O'zim va ana bu timrasa qilgan. Obunachilar, to'g'ri hechimga aytmay bitta ish aytganman. Ya'ni Umarga. Endi uyda men o'sha ishni qilaman. Ya'ni quyonni oyog'i ana bu nima edi? Odamlar nomi. Jump. Tepaga sakrash. Sen nima bilasan gruppa? Men jump deganda voqe jumpirni tushunyapman. Bo'ldi. Obunachilar, iltimos shuni aytinglar, jim bo'lsin. bugun esa bizda kechasi 4ta nima yeymiz? Mana buni yeymiz. Tavuq go'shti. Pishirilganmi? Men grill qilganman. Men grill qilganman. Menga oldilar. Hop, qavrilgandan yesang o'lib qolmaysan. Ana grillga 3ta tavuq bo'ldi. Yana pishirganman ikkitasini endi pishiramiz do'stlar. Bitta ham quyon topilmadi. Har doim do'stlar video olaveray. Bizlarni Sarim obuna like'larni bosinglar. Bosib tashlanglar. Biz har doim videolarimiz. Ishoninglar. kimga qo'yaman? Ha, obunachilar to'g'ri aytibdi. Bizlar ana bitta gap bor-da. Qancha yozinglar kanalga. Hech izohlar bo'lmaydi. Qanday video? Kimga qarshi? Men kanalga yozyapman. Kanalga. Izoh yozish. Qarang do'stlar, bilmasizlar, izoh yozish degan joy bor pastroqda. O'shani bossalang yoziladi-da. Seni yaxshina. Shunchoq. Obunachilar. Tavuq go'shtimiz. Obunachilar va biz ham o'zi bu g'oya qayerdan keldi desangiz, mana shu nol bilan faqatgina ikkalamiz anavi Alba Umar yo'q bo'lgan. Biz barcha damlarini tayyorlaganmiz. U videoni bizda. Hol do'stlar, Va ko'payaversin, o'zimizni hayotimiz, yashayotgan hayotimizda ham video bo'ladi. Nima bo'ladi? U bo'ladi. Zafarchik buni izohlaydi. Zafarchik gapiradi. Ana, kommentga yozilmayapman deb noto'g'ri tushunmanglar. Ya'ni men kommentlaringga qarayapman, kommentga. Vaqti bo'ldi. va obunachilar, xayr, videoni tugatamiz.